Siz chet davlatdamisiz? Sizga nikohdan ajrashish masalasida huquqiy yordam kerakmi? Unda siz advokat yollab, uning nomiga chet davlatdan ishonchnoma yuborishingiz zarur bo'ladi. Ishonchnoma yuborishning ikkita turi mavjud. Birinchisi, o'zingiz yashab turgan davlatda notariusga borib, advokatga ishonchnoma yozdirasiz va ushbu ishonchnomani o'sha davlatni tegishli idorasida apostil qildirib, ishonchnomani O'zbekistonga yuborasiz. Ikkinchi yo'li, onlayn davlat xizmatlari markaziga murojaat qilasiz. Davlat xizmatlari markazi orqali sizga onlayn ishonchnoma tayyorlashda huquqiy yordam ko'rsatiladi va onlayn ishonchnoma bilan advokatga murojaat qilishingiz mumkin. Lekin bir narsaga juda ham diqqat bilan e'tibor qiling. Ishonchnomani albatta tekstini advokatingiz yozib sizga yuborsin. Chunki sizning nomingizdan harakatlanishi uchun, barcha huquqlaringizni to'liq ro'yobga chiqarish uchun albatta tekst advokat bilan maslahatlashgan holda tuzilgan bo'lishi kerak.